Assalomu alaykum Navoiy, xo'p azizlar, men sizlarga 6-mikrorayon shundoqqina viloyat hokimiyatining to'g'risida ekspress avtofunkani biqinida joylashgan 5 qavatli domni 3-qavatida joylashgan 3 xonali xonadonimizni topib qo'ydim azizlar. Kelinglar, bo'lmasa bitta xonadonning ichini ko'rib chiqamiz. Xo'p azizlar, bu bizning kirish vhodimiz mana shunaqa. Xo'p azizlar, ko'ryapsizlar, bu bizning zal, bu tarafida esa ichkaridan kiriladigan spalni xonamiz, orqa tomonida esa bizda shunaqa uzun balkon ham mavjud azizlar. Kelinglar, spalni xonasini bitta ko'rsataman. Mana shunaqa spalni xonamiz azizlar. Azizlar, bo'lmasa bizda bu 3-xonamiz. Ko'ryapsizlar, mana shunaqa azizlar, xonadonimizda почти absolyutno remont yo'q desak ham bo'ladi, lekin puli ham o'shanga yarasha arzon, topovo lokatsiya, etaji ham shunaqa past etajlardan. Ko'rib turibsizlar, bizda bu vanna sanuzlimiz, bu tarafda hojatxona, bundoq yonida esa kuxnya, kelaylik, kuxnyasini bitta ko'rsatib o'taman. Bizda kuxnya zonamiz mana shunaqa. Bitta vannasini ko'ramiz, mana shunaqa vannamiz. Hojatxona mana shunaqa. Xo'p azizlar, xonadonimiz ko'rlasizlar, qanday ekan aytinglar. To'g'ri, remont eski, remont qildirish kerak, lekin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Lokatsiyasi, topovo lokatsiyalardan o'zlaringizdan bilib turibsizlar. Ekspress ostanovkani hamma bilsa kerak deb o'ylayman. Orqa tomonda joylashgan. Endi esa narxi, akam bilan narxini tortishib savdolashib 645 million so'mga tushirtirdim. Qanday ekan aytinglar. Xo'p azizlar, kelinglar, ko'ringlar. Qisman где-то bir 300 millionlarni ham ipotechnik qildirsalaringiz bo'ladi bemalol akalar. Sizlar bilan mana shunaqa xonadonlarni ko'rsatib boradigan Navoiylar agentligi sog' bo'linglar.